Mandir hamma dokumentlar joyda, like kapga kech qo'yamiz aka. Aka? Futbolga. Hop, hujjatlarni ko'rib qo'ying. Hujjatlar joyida bo'lsa qo'yaveraman. Tanimadingizmi aka? Abdurahmon tekshiruv. Assalomu alaykum komandir, hammasi o'tdi. Gentrani katta qilgan bolalar-yu. Biza. Xudo o'ynasanlar. Ha. Mana YouTube qo'ysalar lekin. Hujjatlar joyida ekan. Oq yo'l. Bolla ketku. Katta bolla keldi. Bir safar kechira qoling, katta mas'ul shtrafim, ertaga to'layveraman. Yo'q, men sizni tushunib turibman. Mashina qidiruvga berilgan. Hozir buni jarima maydoniga qo'yishga majbur bo'lamiz. Muddat o'tib ketib qolgan qarzdorlik. Meni ham to'g'ri tushuning. Katta muammo emas-ku. Assalomu alaykum. Komandir yaxshimisiz? Sog'lik yaxshi. Huzur aralashishga majbur bo'lyapman. Nima muammo aka? Siz kim bo'lasiz? O'rtog'im. Ha, o'rtog'imisiz? Mashina qidiruvga berilgan, qarzdorlikni muddati o'tib ketgan. Shularni to'lab yuboring desam, hozir to'la olmayman deyaptilar. Ha, hozir to'lab olsak bo'ldimi? Qo'yib yuborasizmi? Bo'ldi aka. Qani? Qarzim. 2 million 300. Mana shu? Mana aka o'tdi. Bo'ldimi? Xo'p, salomat bo'ling. Hozir Nima deysiz? Shunaqa mard og'aynilaringiz bor ekan, qarang, qiyin vaziyatda qo'llab-quvvatlayapti. katta aka, qarzi bor, hozir plastikdan pul ichib qarzini berish kerak. Shunga olib ketayotdi mashinaga o'tirg'izib. O'sha puldan to'layverdi aka, sog' bo'ling. Nima farqi bor? Baribir to'ladi-ku. Do'stlar.